Mirzo Ulug'bek tumanidan 60 kvadrat 2 xona 3 xona qilingan eski domni birinchi qavatida hozir men sizga yangi remontdan chiqqan xonadonni ko'rsataman. Asosiy kirishimiz sanuzyeli bu yerda совмещенный qilingan. Kirishimiz bilan bizani katta mana shunaqa zalimizni kutib oladi va ro'paramizdagi xonamiz o'zi balkon bo'lgan, bu yerda okamli oshxona qilib oshxona masjidga mebelli bitta joylasiz, shu joyda bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mirzo Ulug'bek Akademik Garadok IT park bor-ku. IT park shunday ro'parasidagi domlada. Xo'p, mana bu xonamizni o'zi oshxona bo'lgan, lekin bitta детский xorsi bo'ladi. Oyna fortichkasi oshxona tarafga qaragan bitta детский xorsi bo'ladi. Xullas bolalarga bitta xona qilib bersangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamizga kirdik. Chap qo'limizda bo'lsa, bu yana bitta katta spalnamiz. O'zi proyekt bo'yicha bu uyimizda 2 xona bo'lgan, 3 xona qilingan. Narxi ham juda yaxshi. Hozir albatta videoni oxirida aytib o'taman. Remontlari ham akkuratni, ortiqcha ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Mana kirish eshigimizni kirganimizda bu yerda bizani mana sanuzyelimiz o'zini vannasi bilan joylashgan. Bu xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, $69,000 so'ralyapti. Azgina o'tib beradigan joy bor. IT parkda bilasiz, yonida tushayotgan novostroykani 2000 nari berisida turishdi kvadratiga. Arzonroq shu atrofdan agar qidirgan bo'lsangiz, bitta ko'ring bu uyimizni.